Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi darsimiz paramiksaviruslar oilasi haqida bo'lib o'tadi. Demak, o'rtoqlar, qarshingizdagi rasmda shu oilaga mansub bo'lgan 4 xil virus haqida ma'lumot berilgan. Bulardan birinchisi o'rtoqlar qizamiq kasalligini keltirib chiqaradigan virus. Buni nomi o'rtoqlar measles deyiladi yoki rubeola deb ham ataladi. Lekin rubella virusi bilan adashtirmang. Rubella bu qizilcha kasalligini keltirib chiqaradigan virus hisoblanar edi va buni oldingi mavzuyimizda gaplashgan edik. Demak, ikkinchi gaplashadigan virusimiz paramiksavirus oilasiga mansub bo'lgan bu mumiyalar orqali ko'rsatilgan mumps virusi hisoblanadi va bizga bu o'rtoqlar tepki kasalligi yoki paratit kasalligini keltirib chiqaradigan virus ekanligini tushuntirib beradi. Keyingi virusimiz RSV deb bu yerda ko'rsatilgan o'rtoqlar. Bu respiratory syncytial virus hisoblanadi. Mana shu bolalarda asosan pnevmoniya kasalligi va bronxilit kasalligiga sabab bo'ladigan virus. Buni ham sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Va to'rtinchi virusimiz parainfluenza virusi. Mana bu tashqarida ko'rsatilgan. Mana shu virusni ham o'rtoqlar sizlar bilan shu qatorda ko'rib chiqamiz ekan. Demak, birinchi element o'rtoqlar klassik elementimiz bu viruslarning RNKli virus ekanligi, ya'ni ko'rib turibsiz qizg'ish rangda jilovlangan rasm, ichkari mana bu yerlar qizg'ish issiq ranglarda va tashqarida oy bilan bulut turibdi. Bu orqali biz o'rtoqlar albattaki hammaga ma'lum manfiy zanjirli RNK viruslar qatoriga kirishini tushuntirib o'tadi. Va ushbu viruslar o'rtoqlar qo'shimcha ma'lumot o'zini replikatsiya jarayonini o'rtoqlar yadroda emas, balki sitoplazmada amalga oshiradi. Buni ham eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Va keyingi elementimiz mana bu konvert va mana bu arvohlar desak ham bo'ladi va mana shular bizga o'rtoqlar qobiqli virus ekanligini tushuntirib beradi. Ya'ni ushbu viruslar ham qobiqli viruslar qatoriga kiradi. Demak, ushbu viruslar, ya'ni umuman paramiksaviruslarning barchasi yuqish yo'li havo tomchi yo'li bilan yuqadi, aerozol uslubida. Ya'ni mana bu tomchilarni ko'rib turibsiz. O't o'chirish moslamalaridagi tomchilar bizga aynan mana shu viruslarni havo tomchi yo'li bilan yuqishi tushuntirib o'tilgan. Va birinchi gaplashadigan virusimiz o'rtoqlar qizamiq virusi hisoblanadi, ya'ni measles haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu sichqonga qaraydigan bo'lsangiz, o'rtoqlar, orqada turgan sichqon bizga birmuncha ma'lumot beradi. Buni burni oqib turganligi, ko'zlari qizarganligi va terilayapti o'rtoqlar. Va shu bilan birga mana bu yerda 4 ta C harfidagi tugmalar ko'rsatilgan. Shu orqali ushbu virusga tegishli bo'lgan 4 ta belgiga ega bo'lgan simptomlar sanab o'tiladi. Ya'ni birinchisi bu o'rtoqlar cough, ya'ni yo'tal hisoblanadi. Ikkinchisi konjunktivit, ko'zdagi. Uchinchisi koriza, ya'ni burun oqishi, ko'z yoshlanishi, shu jarayonlar koriza deb atalar ekan va to'rtinchisi bizga ko'plik dog'lari, ya'ni mana bu idishda turgan dumaloq ko'k buyumlarni ko'rib turibmiz. Shu orqali biz tomoqda, ya'ni og'iz bo'shlig'ida bo'ladigan toshmalarni tushunishimiz mumkin bo'ladi. Va ushbu simptomlar o'rtoqlar 2 kun davomida namoyon bo'ladi insonlarda. Bu ham qo'shimcha element. Va shu bilan birga bu sichqonni terlab turgani orqali biz albattaki temperaturani tushunishimiz kerak bo'ladi. Va keyingi elementimiz va keyingi mana shu qizamiq kasalligini fonida bo'ladigan muammolardan biri, simptomlardan biri bu toshma o'rtoqlar, ya'ni makulopapular toshma bo'ladi. Buni mana bu malika sichqon orqali ko'rishingiz mumkin. Dastlab yuzida qanaqadir qizil toshmalar ko'rsatilgan va keyin butun tana bo'ylab qizil ko'ylak kiydirilgan. Bu orqali biz ushbu virusni o'rtoqlar dastlab xuddi rubellaga o'xshab yuzdagi toshma, dastlab yuzga toshadi toshma, keyinchalik tanani butun qismiga tarqalishini tushunishimiz kerak bo'ladi. Va o'rtoqlar, mana bu sichqonda oq kostyum shuni turgan sichqonni bo'ynida buyum turibdi va bu o'pka shaklida ko'rsatilgan. Bu orqali biz ushbu qizamiq virus natijasida bemorlarda pnevmoniyani kelib chiqishini ham tushunishimiz kerak bo'ladi. Va kichkina sichqonchaga qaraydigan bo'lsangiz, boshida salla yoki parik desak ham bo'ladi va bu qora oq rangda jilovlangan. Biz shu kungacha gaplashgan mavzularimizda qizil salla ensefalit ekanligini bilar edik va bu yerda qizil emas, balki boshqacha rangda ko'rsatilgan. Bu ham ensefalit, lekin boshqacha turi hisoblanadi. Ya'ni mana bu so'zga qarasangiz CCPA, aynan mana shu so'z orqali bizga ensefalitni subacute sclerosing panencephalitni tushunishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu salla orqali yoki parik orqali eslab qolishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi va bu jarayon o'rtoqlar qizamiq virusidan so'ng
1 yil, 2 yil va hattoki 10 yilgacha simptomlarsiz kechib, keyin davom etadigan kechki simptomlardan biri hisoblanadi. Aynan mana shu panensefalit jarayoni eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda MMR deb ko'rsatilgan bu vaksinani bildiradi. Oldingi mavzuda ham gaplashgan edik. Ya'ni tirik kuchsizlantirilgan vaksina tarkibiga mana shu measles ham kiradi. Measles, mumps hamda rubella. O'zbekchada odatda O'zbekistonda KPK virus ham deb qo'yiladi. Rus variantdan olingan krasnuxa, kor hamda parazit orqali ko'rsatilgan. Shu orqali biz ushbu vaksinani birgalikda qizamiqqa qarshi, mumpsga qarshi va rubellaga qarshi qo'llasak bo'ladi. Shu guruh tarkibiga kirishini shu elementlar orqali eslab qolishingiz mumkin. Demak, o'rtoqlar, ushbu viruslarga tegishli bo'lgan yana bir nechta elementlar bor va bu virulent faktorlar hisoblanadi. Virulent faktorlar umumiy paramiksa viruslarga oid bo'lgan viruslarda 3 xil virulent faktor bo'ladi. O'rtoqlar, bu mana bu F harfi bilan ko'rsatilgan bu F protein, ya'ni fusion protein, yopishish xususiyatini namoyon qilib beradigan proteinlar hamda mana bu idishda turgan 8 oyoq orqali gemagglutininni tushunishimiz mumkin, chunki inflyuenzada ham buni ko'rgan edik. Va mana bu skalpel orqali NA deb yozib qo'yganmiz, neuraminidazani tushunishimiz mumkin. Ya'ni 3 xil virulent faktor mana shu paramiksa viruslarga oid, ya'ni xos va bularni ba'zilarida barcha virulent faktor mavjud, ba'zilarida ikkitasi bor xolos. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, qizamiqda o'rtoqlar fusion proteini bor, ya'ni buni sichqonlarda qo'lini yopishib qolayotganligi orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi va ikkinchi virulent faktori bu mana bu HA ko'rsatilgan, ya'ni gemaglutinin degan virulent faktorga ega, ya'ni neuraminidazasi yo'q. Neuraminidaz o'rtoqlar mumpsda bor. Umuman olganda mumpsda barcha uchala turdagi virulent faktorlar ham mavjud, lekin mana bu qizamiq kasalligini keltirib chiqaradigan measlesda o'rtoqlar faqatgina gemaglutinin bilan fusion proteinlari bor ekan. Buni eslab qolishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu virusni davolash, ya'ni aniq bir preparatlar bilan davolay olmaymiz. Shuning uchun bunday kasallikka chalingungacha o'rtoqlar profilaktik choralar ko'riladi albattaki, ya'ni vaksina qilinadi albatta bolalarga. Va bundan tashqari agar mana shu belgilar namoyon bo'ladigan bo'lsa, bemorlarda bu belgilarni yengillashtirish maqsadida vitamin A berib borilar ekan. Ya'ni vitamin A bu mana bu sichqonni boshida turgan shapka orqali ham bilishingiz mumkin. A harfi ko'rsatilgan. Shu orqali biz bemorlarga, ya'ni qizamiqqa chalingan bemorlarga vitamin A preparatini berib borishimiz mumkin ekan. Keyingi gaplashadigan virusimiz bu paratit kasalligini keltirib chiqaradigan, ya'ni mumps virusi hisoblanadi. Bular o'rtoqlar mumiyalar orqali ko'rsatilgan. Mumiya so'zida ham MUM ketma-ketligi bo'lgani uchun shu orqali mumps virusini eslab qolishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi va mumps virusida har uchala virulent faktor ham mavjud. Mana bu yerda skalpel turibdi, neuramididaza. Nima uchun skalpel edi o'rtoqlar bilamiz. Mana shu gemaglutinin bilan sial kislota bog'langandan so'ng, virus hujayraga kirgandan so'ng va virus u hujayrani tark qilish kerak. Tark qilish jarayonida gemaglutinin bilan sial kislotani uzish uchun mana shu neuraminidaz fermenti xizmat qiladi. Aynan mana shuning uchun ham skalpel orqali neuraminidaz fermenti ko'rsatilgan, ya'ni virulent faktori. Va ikkinchi virulent faktori bu gemaglutinin 8 oyoqda ko'rib turibsiz va uchinchisi fusion proteini, F proteini ham mavjud ekan. Demak, mumps virusi o'rtoqlar 4 xil simptom, ya'ni 4 xil kasallik fonida kechadi. Birinchisi bu albattaki paratit, ya'ni bilamiz so'lak bezlarini faoliyati buzilganligi va ana shu sohada shish paydo bo'lishi bilamiz. Jag'oski sohasida bemorlarda hajmni kattalashishini ko'rishimiz mumkin, ya'ni shishgan jag'ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bo'ynida mana bunaqa o'ram turibdi, material turibdi, bog'lam desak ham bo'ladi. Bu orqali biz meningitni tushunganmiz shu kungacha, qancha virusda gaplashgan bo'lsak, bo'yindagi boylam bizga meningit kasalligini bildiradi va uchinchisi bu gul o'rtoqlar bizga aynan ko'tarib turgan guli ham o'rtoqlar mana shu chanoq a'zolari sohasida ko'tarib turibdi tuvakni. Bu orxideya guli hisoblanadi. Shu orqali orxid kasalligini eslab qolishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi va mana shu orxid kasalligini fonida bilamiz erkaklarda urug'donni yallig'lanish kechadi va keyinchalik bu jarayon davom etadigan bo'lsa, kechki simptomlar bilan birgalikda bemorda bepushtlik ham yuzaga chiqishi mumkin. Chunki o'rtoqlar bilamiz, embriologiya fanida ham gaplashgan edik, aynan mumps virusi o'rtoqlar bezlarni sevuvchi virus hisoblanadi. Aynan dastlabki simptomlarida so'lak bezlariga ta'sir qilib yerda to'planib patologiya keltirib chiqaradigan bo'lsa, kechki belgilarda o'rtoqlar mana shu orxidga ham sabab bo'lib,
bemorlarda bepushtlikkacha ham olib borishi mumkin bo'ladi. Va 4-chi simptomi, ya'ni kasalligi o'rtoqlar bu pankreatit hisoblanadi. Bu yerda ko'rsatilmayapti. Ya'ni pankreatitlarga ham mana shu mumps virusi natijasida uchrashi mumkin bo'ladi. Ya'ni qaytarib o'taman, paratit, meningit, orxid hamda pankreatit kabi 4 ta belgini mana shu virusning fonida o'z ichiga olishi mumkin bo'ladi. Va ushbu virusga qarshi ham o'rtoqlar vaksina qo'llaniladi. Vaksina aytib o'tganimizdek, ana shu MMR vaksinasi bizda O'zbekistonda KPK deb ataladi. Aytib o'tganimizdek, mana shu MMR virusi vaksinasi orqali bemorlarda profilaktik amaliyotlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi virusimiz o'rtoqlar bu RSV, ya'ni Respiratory Syncytial virus hisoblanadi. Ya'ni bu o'rtoqlar bolalarda pnevmoniya va bronxialitga sabab bo'ladigan birinchi raqamli viruslardan biri hisoblanadi. Ya'ni ko'p holatlarda mana shu virus orqali bolalarda turli xil nafas yo'llaridagi patologik jarayonlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Va nafas yo'llarining hujayralariga o'rtoqlar aynan mana shu virus G proteinlari orqali kirib boradi. Ya'ni G proteinlar yordamida viruslar ana shu hujayrani kasallantirib patologik jarayonlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, ushbu virus natijasida bolalarda, asosan bolalarda bekarga bu yerda arvohlar ham kichkina qilib ko'rsatilmagan, asosan bolalarda bronxialit hamda pnevmoniyaga sabab bo'ladigan virus hisoblanar ekan. Va bu yerda ko'rib turganingizdek qovurg'alar ko'rsatilgan, ya'ni qovurg'alar katta-katta qilib dinozavrning qovurg'alari kabi ko'rsatilgan. Qovurg'ani biz RIPS deymiz inglizchada. Bu orqali ribavirin preparatini eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni RSV ni davolashda odatda mana shu ribavirin preparati, antivirus preparatini qo'llar ekanmiz. Va yana bir qo'shimcha ma'lumot bu yerda o'rtoqlar, bu yerda ko'rib turganingizdek F harfi ham ko'rsatilgan yopishqoq holatda. Bu orqali fusion proteinni tushundik. Mana bu G orqali, ya'ni qurt G ga o'xshab ko'rsatilgan bu G proteinlarni tushunyapmiz va bronxialit, pnevmoniya kasalliklarini mana bu arvohlarni ko'krak qafasida chizilgan traxeya bron yo'llari orqali mana shu bronxialit, pnevmoniya sabab bo'lishini tushunayotgan bo'lsak, mana bu 3-chi arvohning qo'lida antitana shaklida element turibdi va bu bizga o'rtoqlar monoklonal antitanani bildiradi. Ya'ni palivizumab degan preparatimiz bor. Mana shu palivizumab preparati yordamida o'rtoqlar virusni fusion proteinlarini ingibirlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni palivizumab, ya'ni oxiri mab bilan tugaydigan barcha preparatlarimiz o'zi monoklonal antitanalar hisoblanadi. Mana shu orqali virusni F proteinini funksiyasini ingibirlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni fusion xususiyatini, ya'ni birikish xususiyatini ingibirlashimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingi va oxirgi virusimiz o'rtoqlar parainfluenza virusi hisoblanadi. Parainfluenza virusi har uchala virulent faktoriga ham ega. Buni 3 ta bo'ri orqali ko'rishimiz mumkin. Ya'ni gemoglutinin, neuraminaza hamda fusion F proteinlariga ega ushbu virus va o'rtoqlar ushbu virusni keltirib chiqaradigan asosiy kasalliklardan biri bu nafas yo'llari patologiyalari, ya'ni pnevmoniya yoki shu yuqori nafas yo'llari yalallanishi orqali kechadi va bu yerda dengiz mushugi ham ko'rsatilgan. Bu yerda nima uchun desangiz, dengiz mushugi kabi ovoz chiqaradigan yo'tal bo'ladi o'rtoqlar. Shuni ham eslab qolishingiz kerak va buni ana shu videoda qo'shib qo'yaman. Aynan dengiz mushugi kabi yo'tal qiladigan, ya'ni ovoz chiqaradigan holatda bolalarni, ya'ni asosan bemorlarda shu holatni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. bo'ladi parainflyuenza natijasida. Ya'ni qaytarib o'taman, parainflyuenza virusi natijasida nafas yo'llari yaralanishi, patologiyalari, pnevmoniya holatlari va bemorlarda yo'tal va nafas aralash dengiz mushugining ovozi kabi yuqorilagan ovozlar orqali namoyon bo'lishi bu klassik parainflyuenzaga xos bo'lgan xususiyat hisoblanar ekan. Va oxirgi elementlardan biri bu mana bu mo'ri hisoblanadi. Uyda mo'ris ko'rib turibsiz. Dastlab to'g'ri holatda ko'rsatilgan va kichayib ketyapti. Bu orqali traxeyani va yuqori nafas yo'llarini tushunishimiz kerak. Ya'ni ushbu virus natijasida o'rtoqlar acute laryngotracheobronxit, ya'ni laringit, traxeit va bronxit birga kechadigan mana shunaqa yuqori nafas yo'llari yaralanish kasalligiga mana shu parainflyuenza sabab bo'lishini eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, paramiksaviruslar oilasiga bag'ishlangan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.